Assalomu alaykum. Xormanglar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Konstitutsiya bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun bayram tufayli bizda vaqtini shunaqaga qo'yib qo'yilgan ekan, oddiq deb turib, обновлениеga qo'yilgan ekan programmamiz, diagnostika programmasi. O'shaning uchun onlayn javob beradiganlarimga absolutni shu vaqtgacha kutdim, javob chiqmadi. Ba'zi yopib turdi. O'shanga kimda kim mabodo onlaynda javoblari qolib ketganlar bo'lsa, bugun o'sha men aloqaga chiqishim kerak bo'lganlar yana qayta registratsiya qilib qo'ydim. Telefon qilib Instagramda ko'rayotgan bo'lsanglar, ertangiga o'sha soat nechiga yozilganinglarni vaqtini bilib olinglar albatta va shu vaqtda bo'sh bo'lib turinglar. Xudo xolasa sizlarga ertaga onlayn konsultatsiya bo'ladi. Yaxshi dam olinglar.